Hozir Lalaku brendiga tegishli hammamizga tanish bo'lgan pamperslarning asoschisi Nig'mat akaga telefon qilyapmiz. Albatta, qadoqlash.com 2006 uskunalar do'koni uskuna bilan ta'minlab berish. Nig'mat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ma'lumsiz, charchamasdan. O'zingiz qanaqasiz? Kech bo'lganda bezdi qildim, aytib yurmaysiz aka. O'zim yaqinim bo'lgani uchun sizni bezdi qildim. Buyoqqa jo'nay. Salkam mana 12 yil, 13 yil deganda, shu O'zbekistonni Lalaku bilan, shu soha bilan hamma oilaga qashti sizlarning mahsulotinglar kirdi. Sizlarning mahsulotinglarda sifat, hamma taraflama odamlarga to'g'ri kelar ekanki, hamma olyapti. Shunaqa. Ishlab chiqarishni boshlayotgan odamlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ish boshlagan odamlarga endi faqat sabr, Sabr, birinchi o'rinda. Halollik. halollik. Endi shu ishni o'rganib, shu boshidan oxirigacha davom ettirishdi. Halol ishlashi, lavzi ustida chiroyli holatda xatti-harakat qilishi. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, akam, ikkinchi savolim. Mana biz bilan ancha yildan beri ishlab kelyapsiz. Sizlar bilan biz ishlab kelyapmiz. Deylik, birdan 10 ballgacha ball bo'ladigan bo'lsa, faqat to'g'risini aytasiz, o'zingizga yaqin ekan deb nima deydi, kattaroq siylab ball qo'yib olmaysiz. Faqat to'g'risini aytasiz. 1 balldan 10 ballgacha bo'ladigan bo'lsa, bizning uskunalar qay darajada necha ball qo'ygan bo'lardingiz? Ball sistema bo'yicha bo'lsa, men 3% 10 ball qo'yaman. U tanish bilishlik emas, lekin meni nima xatolikda nima muammom bo'lsa, nima kamchiligim bo'lsa, hammasini maslahatini ham bergansizda. O'sha ishlardan kuch qolmaganman. Misol uchun vaqti-vaqtida mahsulotni olib yurganman. Narx-navo qanaqa akam? Narx-navo qanaqa? Narx-navo yomon emas, yaxshi. Yaxshi. Sifatchi. Sifatchi. Misol uchun men boshqa joyga umuman bormayman, narx-navoni surishtirmayman. Negaki o'zi ishlagan joyim, shuning uchun boshqa joydan surishtirmayman. To'g'ri shu kelaman. Birinchi o'rinda bizda siz bilan hisob-kitob, pul masalasi emas, aka-ukachilik. Davomiy bo'lsin, bizga ham shunga yarasha davomiy ishlash nasib qilsin, aka.